Assalomu alaykum hammaga. Bugun kim nimalardan band bo'ldi? Bugun men ishga borgandim. Ishga borib shunaqa tozalik ishlarini qildim. Uni qildim, buni qildim. Ko'pini rasmga ololmadim. Shunaqa qilib maza qilib ishladim. Maza qilib ishlaganga yetmaydi baribir. Va yana bir joyga bordik. Bu yerda chiroyli aynay bor ekan, rasmga tushib oldim. Ishdan qaytishda keyin shunaqa trafil oldim. Keyin bola chaqa bilan shunaqa mazza qilib yeb oldik. Xudoga shukr, yetkazganingga shukr deb. Sizlarga ham yetkazsin ilohim. Hammaga xayr.